Xushxabar: O'zbekistonda ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiya narxi oshiriladi. Joriy yilning 1-sentyabr sanasidan boshlab davlat budjet xodimlarining ish haqi hamda stipendiyalar miqdori 7% ga oshiriladi. Davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga muvofiq joriy yilning 1-sentyabr sanasidan boshlab davlat budjeti xodimlarining ish haqi hamda stipendiyalar miqdori 7% ga oshiriladi. Joriy yilning 1-sentyabridan boshlab mehnatga haq to'lashning miqdori 1 so'mni tashkil etadi. Bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so'm bo'ladi. Shuningdek, joriy yilning 1-iyul sanasidan boshlab pensiya, nafaqalar, ijtimoiy reyestrga kirgan oilalarga ajratiladigan nafaqalar, bolalar nafaqasi miqdori 7% ga oshiriladi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori 938 ming so'mni tashkil etadi. Nogironlik to'g'risida beriladigan pensiyalarning eng kam miqdori oyiga 1 ming so'mni tashkil etadi. Bundan tashqari, bolalar nafaqasi hamda moddiy yordam pullari miqdori ham oshirilgan. Bu borada batafsil ma'lumotlarni Telegram kanaliga joyladim. Telegram kanalimiz sahifamiz shapkasida va istoriyada. Bu ma'lumotni barcha yaqinlaringizga yuboring va xursand qiling.